Muhim xabar. Yangi tartibga ko'ra 22-apreldan bank kartalarini ulash ham mumkin bo'lmaydi. vaqt borida harakatni boshlang. Xabaringiz bor, Markaziy bankning 2025-yil 23-dekabrdagi 35-14-sonli qarori tasdiqlandi. Ushbu qaror asosida ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqindagi xabarlar tarqalmoqda. Ya'ni 22-apreldan keyin telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lmasa, bank mobil ilovalari va bank kartalari ishlamay qolishi mazmunidagi noto'g'ri xabarlar tarqalmoqda. Ushbu video orqali o'zi qarorning aslida mazmun mohiyati qanday va yangi tartib qanday ishlaydi kabi savollarga javob berish orqali batafsil va sodda tilda tushuntirishni maqsad qildik. Agar siz mobil bank ilovasida eski foydalanuvchi bo'lsangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Xuddi oldingidek ishlataverasiz. 22-apreldan kuchga kiradigan tartib faqatgina yangi ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar uchun. Ya'ni siz 22-apreldan keyin mobil bank ilovalaridan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, telefon raqam, PNFL va bank kartasi faqatgina bitta odamga tegishli bo'lishi kerak. Yoki yaqin qarindoshlaringiz, ota-ona, aka-uka, opa-singil, turmush o'rtoq yoki farzandingizga tegishli bo'lsa ham telefon raqamlari muammo bo'lmaydi. Lekin raqam begona odami nomida bo'lsa, 22-apreldan keyin mobil bank ilovalaridan ro'yxatdan o'tib bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, 22-apreldan keyin eski foydalanuvchilar odatdagidek foydalanishda davom etadi. Faqat yangi ro'yxatdan o'tuvchilar telefon raqami o'zining nomida va PNFLga mos bo'lishi kerak.